Ovozingni. O'chirmayman. O'chir deyapman men senga. O'chirmayman. O'zingdan ketasan indamagan sari. Har doim mana shunaqa qilasiz. Sizdan chiqdi bugun ham. Jonimga tegdi shunda, ajrashaman, bo'ldi. Hey, ajratsak ajrashaveramiz. Faqat bilib ol. Mana ikkita bola men bilan qoladi, tushundingmi? Bekorlarcha oltitasi nefsiz qolmoq, mas'ul qolmoqmi? Ikkita bola men bilan qoladi, bittasini olasiz. Men nima qilibman? O'zingni homilador bo'lib qolmagansan-ku. Ya tovuqmisa kurga nimalar tug'averadigan. Voy, bittasini bo'layotganga shukur og'irliysizmi? Boshimni qotirma, ikkalasi ham menda qoladi. Ichchamda. Hey! Namuncha? Janjal qilasizlar, ko'chada uyalmaysizlarmi? Bunda Ramiya va Julietta mana shunga o'xsharlaring, ko'z tegdimi sizlarga ham? Sohib opa, ko'rmaysizmi? Sen bilan ajrashaman, qiz bolaga uylanaman deyaptilar. Qiz bolaga uylanaman. Men senga borib o'lsam ham tegmayman. Cho'tir. Aqlingni qara. Sen sog'gan osh, it tekkan tovoqsen. Sen cho'tirga kim tegmadi o'lib o'tir. Ha, shuni ayting. Men ham cho'tir yuzdan o'pib yuribman. Tavba. Cho'tirligini bilmagan ekanman. Menga qara. Salam eshitib ol. Shu gaplaring uchun ham, cho'tirlarni sevadigan qiz bolasiga uylanaman ko'rasanlar. Bilganingizni qiling. Hozir mahalla raisining oldiga borganimizda bor gap aytaman. Ikkita bolani men olaman, bittasini siz olasiz. Bekorlarni 5 tasini yetsam, tushundingmi? Ikkitasini men olaman. Bittasi senga yetadi, bar boshqa yerga tegasan. Senga ko'plik qiladi, tushundingmi? Menga qara. Bitta maslahat beraymi sizlarga? Hozir 3 ta bolalarim. 3 ta. Yana bitta qilasizlar, ikkitadan bo'lib olasizlar. Bu fikrga men ham qo'shilaman. Juft bo'lgani yaxshi-da. Juft yaxshi baribir. Ikkita senga, ikkita menga. Menga ma'qul. Menga yo'qdi. Faqat bu ishni bugundan kech qoldirmaymiz. Vaqt o'tmasin. 9 oydan keyin ajrashishga ariza beramiz. Bo'la qoling dadasi. Bo'ling tezroq. Hozir men qo'y yog'idan osh qilib turaman. Bolalarim yo'q. Ana. Tezroq qilib beram deyman. Gapi yo'q, sohiba. Juda ham aqllisan-da. Menda. Menga qara. 4 ta bo'lgandan keyin yana ajrashaman deb turibsan-chi. Buni yo'li bor. 3 tasini men olaman deb turaman, bo'ldi. Sen kallang ishlaydi, sen cho'tirdan. Menga qara sohiba, sen tog'ang mahalla rais bo'lib ishlaydi. Bir narsaga hayronman-da. Zakisdan o'tish $40, ajrashish $500. Shuni ham kallang ketmadimi? Chunki ozodlikqa chiqish qimmat turadi.